Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, O'zbekistonda ko'cha bolasiman deb ko'chani yoqib olgan bolalarga erkinchilik qo'yib berildimi deb o'ylayman. Nima uchun deydigan bo'lsangni, Andijon viloyatida bir erkak kishi bir ayol kishini samosud qilib sochini kalga olib tashabdi. Videoni ko'ring, o'zingiz baho berasiz. 2 yasharimdan beri ko'chada yurgan bo'lsam, 2 ta ayol kishini sochini oldim. Dunyodan o'ta hapot ketyapsan. O'zingni oqlar istab bunaqa qilib ishlaysan. O'zbekistonda samosud qilishga hech kimning haqqi yo'q. Sizni ham, bizni ham. Buning uchun huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar bor, sudlar bor. Bu holat bo'yicha rasmiy munosabat kutib qolamiz huquqni muhofaza qiluvchi xodimlardan va mutasaddi xodimlardan. Albatta buni nazardan qochirmaysizlar degan umiddamiz. Shu videoni do'stlar imkoni boricha like bosib, podlitsa qilib tarqatib qo'ying. Sababi mutasaddi xodimlarga tezroq yetib borishiga yordam berasiz. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang.